65 kilogram jiddiy klub 22 kurash arasida ish o'rtoqlar kurashchilar bilan o'tamiz. Nereye studiyalar? Kişerde o yaşasın arkadaşlar. Qizil so'lga bilamiz Ahmadxonov Ildan hali ondan oldin obisi kurash mushaqqani bilan bir tug'an obilar bizning endi rayonimizga xos ko'rinish. Ahmadxonov Ildan Birnoq yigiti Abdurahmonov Ronin obisida ko'ngillar olib shunda shug'ullanib. Shulay so'nggi yillarda rayonimiz Jiyilma komandasi safidagi yigitlar Jiyilma komandasida chiqish yo'lida yigitlarimizning birisi 60-65 kilogramm shog'ullarida chiqish yo'lida yigitlarimizning birisi. Shulay endi zo'rgina travmalar kechirgan yigitimiz bilan bir qadar to'xtab yo'g'adan boshlab ketdilar o'zlarining kurashlari. Qozon Idilbo'yi federal fizik kultura universitetida bilim olgan yigitlarimizning birisi. Onun kundaşı Adiyev Bulat, Arbur yigiti. Şulay endi maktabda o'qigan chog'larda rayonimiz Jiyilma komandasi bilan respublika ko'lab o'tgan yarishlarda prizer botir qolgan yigitlarimizning birisi. Hozir endi shulay Qozonda bilim ola, sharif qolamiz. Albatta endi bu da ham klublar bilan joylab qo'ygan rayon Jiyilma komandasi